$50,000 zarariga sotilib ketilayotgan uyga ham hozirgi paytda ishoninglar eshitsangiz lokatsiyani, uyimizni qanaqa holatdaligini ko'rsanglar, albatta yoqtirib shoshib qolasizlar. Hozirgi paytda fasad ishlarini ko'rib turibsizlar. $1 ham pul qisqanishmagan. Mana devorlarga ishlatilgan granit toshdan qaranglar, hammasi toza toshdan ishlatilgan. Asosiy darvozaxonaga kirgan darvozaxona hovlimizni ko'rib turibsizlar. Bemalol 2-3 mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Kattagina tushyapti. Mahallasini ko'chasini ko'rib turibsizlar. Qop-qora asfaltdan chiqqan tinchgina mahalla bo'lib turibdi. Hovlimizga kirib kelganda o'zingizlar holatni ko'rib turibsizlar. Yozgi oshxonalar qilib qo'yilgan, besetka uchun joylar qilib, divan kreslolar qilib qo'yilgan. Alohida gazollarga bitta xona qilib qo'ysa, tepaga mikroklimatlar o'tgan. 7 xonadan iborat bu uylarimiz. Ichkarini remont holatlarini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli qilingan, devorlar polni attachmentdan chiqqan. 5 xona bu tarafimizda, 2 xona yon tarafimizga tushyapti. Ikkala binomizdan taglarida o'zini podvorlariga ega bo'lib turibdi. Tepada boloxonasi ham bor. Hozirgi paytda 630 mingdan 580 mingga tushdi. Yana ham haqiqatdan olmoqchi bo'lgan insonga bu 580 ming hozirgi paytda etilib turibdi, lekin kelishtirib beramiz deyishyapti. Olmoqchi bo'lgan, burga jizzallagan insonga. Pastki raqamdagi telefon qiling, o'zlaridan ko'proq ma'lumotlar, lokatsiyani olsanglar bo'ladi. Hozir polni obzor qilib beradigan bo'lsak, video 5 minutda oshib ketadi. Shuni hisobiga qancharoq qisqaroq qilishga harakat qildik. Pastki raqamga telefon qiling, tezroq ulgurib, shoshilib qoling.